Unda sen va mening holatimiz qanday bo'ladi? Unda sen va mening holatimiz qanday bo'ladi? Bizning barchamizni shu yerga yig'ishadi. Bu maqomda bizning holatimiz qanday bo'ladi? Quyosh boshimiz uzra yaqinlashgan paytda, jahannamni sudrab kelishganda holatimiz qanday bo'ladi? Uning 70 ming zanjiri bo'ladi. Va har bir zanjirini 70 ming farishta tutib turadi. Agar mahshargohda uni va odamlarni yolg'iz qoldirishganda, u shubhasiz ulardan har biriga yetib borgan bo'lar edi. U o'zidan shiddatli nafas chiqaradi. Barcha insonlar tizzalariga yiqilishadi. Har bir ummatni tiz cho'kkan holda ko'rursan. Ey odam, ey Nuh, ey Ibrohim, ey Muso, ey Iso. Har birlari mening nafsim, nafsim, nafsim deyishadi. Va Iso alayhisalom aytadilar: Muhammadning oldiga boringlar. Odam bolalarining sayyidining oldiga boringlar. Avvalgi va oxirgilarning sayyidining oldiga boringlar. Va ular Muhammadning oldiga kelishadi. U zot aytadilar: albatta men shu uchundirman. U zot aytadilar: albatta men shu uchundirman. U zot Allohning arshiga boradilar va sajdaga qulaydilar. Ularga: ey Muhammad, boshingni ko'tar deyiladi. Ey Muhammad, boshingni ko'tar. Shafaat qil, sening shafaating qabul qilinadi. U zot aytadilar: ey Robbim, mening ummatim